Hammasi bir yil oldin. Meni qadrdon do'stim Malik meni olib kelish uchun palataga kirishdan boshlandi. U beqiyos muhabbat tufayli va buni deyarli uddaladi. Lekin men shunchaki qochib ketmoqchi emas edim. Yo'q, men qasos olmoqchi edim va men seni o'rganish boshladim. Seni zaif tomonlaringni va seni aqlingni yerga urishni yo'lini topdim. Men seni do'stlaringning yordamidan mahrum qildim. Men seni shahardagi eng nafrat qilingan insonga aylantirdim. Meni oldimga yordam so'rab, yaqin kelishing uchun. Menga shunchaki piyoda kerak edi va Holt bu ahmoq dronlar sotib dadasining mehriga erishmoqchi edi. Halik unga bir ikkita terakt qilib mahsulotga talab qilishini taklif qildi va Holt ishondi. Keyin Alik qamoqxona egasiga pora berib juda zo'r ko'rsatuv qildi. Unga butun shahar politsiyasi ilindi. Keyin Alik idoraga kirib, teraktlar uchun bomba va har himoyadan buza olingan fleshkani oldi. Barakalla. Alik. Ungacha men seni cheksiz intervyularni olib ovozingni sindiq qildim. Men topshirmoqlarni o'ylab topdim. Men panjara ortida mukammal qasos rejasini o'ylab topdim. Hatto mehribon doktor Rubinstein hiylamni sezmadi.